Akalar, avtorengin xizmatimizga mashinani jinnisi kelib qoldi. Videoda o'tkazib yuborishga shoshilmanglar. Mashinani yig'ilgan desam nima deysizlar, akalar? Podozreniya bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mashinamiz 2 dona pitno, bitta dona eshikda pitno bor. 3 ta dona pitnoga baraka bo'lgan, akalar. Sizlarga hozir ko'rsataman. O'zlaring ko'rib xolis baho beringlar. Nomerini chiqarib qo'y. Nomer ko'rinmadi. Ko'rinsa, bu narsa qilamiz. Akalar qaranglar. Radnoy detalimiz. Mana. Radnoy detal. Eshik qo'yilgan, radnoy qo'yilgan. Bu eshik ham qo'yilgan. Tezda ko'rsataman, akalar, video cho'zilib ketmasligi uchun boltlarda o'zi kraska bo'lgan, eshiklar radnoy. Stoykamiz toza, bir-biriga tushmasligini ko'ryapsizlarmi, akalar? Tomlarimiz ham toza. Qanotimiz ham qo'yilgan. Kapotimiz ham qo'yilgan. Qanotda aytgan pitnosi bor. Aytgan narsa bor. Bu qanotimiz ham mana pitnosi aytgani. Qanot, stoyka. Mana bitta masha qanot shu mashinaga sahpadayat qilyapti, tortyapti. O'zimcha gapirib yubordim. Ruschamiz payxon. O'zi aslida. Mana akalar qaranglar. Bunaqa karnizlari ham tozada, yemaganda aka mashinani ko'ryapsizlar, lekin eshiklar almashgan, polni. Bu eshiklar mana aytgan pitnosi ham 3-chi tiniq bag'i. Endi ko'ringlar akalar, mana qarang. Orqa bagajimiz ham boshqa. Men bunga shubha qilyapman-da, aka mashinangizni bitta og'ini ochib ko'ray deyapman. Men sizlarga ham xolis ko'rsataman. Va boshqa hech kimga aytmanglar, tanishlarga jo'natib ko'ringlar. O'xdi. Ja oson bo'lmas ekan kamera bilan. Bir amalladim. Mana akalar. Qullab bo'lsin. Akalar, birka nomer chiqib qolmasinmi? Mana batlarimiz ham krashni. Ne ketyapti? Maydan kraska ketgan. Qayda? Birka nomerga e'tibor berib ko'rasizlar. Akalar, shunaqa olayotgan mashinalarni ziyon qilib, katta pulga yeb qo'ymanglar, akalar. Ol desa ovoravermanglar. $1000 arzon chiqyapti, $2000 arzon chiqyapti desa uchmanglar, jon akalar. Gap arzonlikda emas, gap sifatda. 4 kundan keyin u buyumlarni sotib olishlaring ham bor. To'g'ri, mashina oddiy temir. Bitta A nuqtadan B nuqtaga boradigan vazifani bajaradi, lekin sizlarda cho'ntaklaringga ziyon qilib qolmasin shu narsa. Arzon bas. Birovni aldayotgan lavzga uchib ishonib ketmanglar, akalar. İşimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tashab qo'yinglar, akalar. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar, to'g'ri. Shunaqa olayotgan mashinalarning kraskasiga aldanib qolmanglar. Birovda haqqidan qo'rqmaydiganlar juda ham ko'p o'zimizni bozorlarda, ko'cha-ko'yda. Imminni mashina bozor sistemada bas, akalar. Lugoy sistemada bor. Birovda haqqidan qo'rqmaydigan odamlar. O'zlaringizga hushyor bo'linglar, qo'shnilaringni o'g'ri tutmanglar, akalar.